Koson tumanidagi bo'layotgan holat, trassa. Xullas ko'p haydovchi jabrlanayotgan ekan deb o'tdi. Ya'ni mashinadan chiqib turib Qizilni to'xtamay yurib ketayotgan haydovchilar mana bitta ichki ishlar xodimlarini to'xtatib, "Sen Qizilni o'tib olsan" deb bayonnoma rasmiylashtirishayotgan ekan. E'tibor bering, kamiga stopni chizib qo'ygan, mana chiqarib qo'ygan. Turibdi stopni bu. Nimaga to'xtash kerak? Stopni chizmagan taqdirda ham men burnuam bo'tdi. Stopni yo'q deb o'tib turaman men. Svetofor yaxshi ko'rinmaydi-ku bu. E'tibor bering, chorag'ani ichiga bo'tdi. Burilotganingizdek turgan burchli svetofor bu. Nimaga qo'yapti bo'lsa ham bo'tib ketib qo'yadi. Nima qo'yadi? Mamnikiga qo'yadi, haydovchi bemalol ko'rsin deb. Agar mamniki qo'yadigan bo'lsa, stopni ham mamniki chizish kerak bo'ladi. Bu chizadigan bo'lsa, mamniki ketayotgan haydovchi ham to'xtash kerak Qizilni, o'ngga burilgan haydovchi ham. Shunaqa puxta o'ylanganki, mashqqa qo'yamiz, bo'tki stopni chizamiz, kelayotgan haydovchi Qizil yongan bo'lsa, bemalol burilib ketaversin o'ngga to'xtamasdan va Qizil yongan bo'lsa, bo'tki to'xtaganda haydovchi bemalol xotirjam nima qilsin, chiqib ketsin deb. Bekorga qilinmagan-ku bu. Shuni ham tushuntirishsa, stopni ham etsa ham baribir mamki ichki ish xodimlari bilmadi qanaqa ichki ish xodimlari ekan, bayonnomani shaqillatib yozishayotgan ekan. Ichki ish xodimlariga iltimos qilardim, yo'l harakat qoidalariga binoan ish ko'rsanglar maqsadga muvofiq bo'lardi. Xudo xolasa yana zo'r videolar tayyorlab qo'ygan, yaqin orada chiqaraman, o'zingiz guvoh bo'lasizlar. Videolarimiz manfaatli bo'lgan bo'lsa, like bosib qo'yinglar, bizlarni kuzatishga davom etinglar.